Well, I really want to congratulate to the government of Uzbekistan. It is incredible, the very good organization of this 100. O'zbekiston hukumatini chin qalbimdan tabriklamoqchiman. Bu yerdagi parlamentlararo ittifoqning 150-assambleyasi juda ajoyib tashkil etilgan. Toshkent juda go'zal shahar. Bu yerdagi odamlar esa juda mehribon. Aytishim kerakki, O'zbekistondagi parlament tizimi rivojlangan va zamonaviy ko'rinish kasb etmoqda. Men bu yerdagi Qonunchilik palatasi parlamentar tadqiqot xizmati bilan hamkorlik qildim va bu har ikki davlat uchun manfaatli hisoblanadi. Bizning o'xshash jihatlarimiz juda ko'p. Misol uchun, sizlarda ikki palatali parlament bor. Argentinada ham xuddi shunday. Bu juda yaxshi tizim va biz hammamiz uni butun dunyo bo'ylab yaxshilash ustida ishlayapmiz. Albatta, parlamentlar o'rtasidagi hamkorlik juda muhim. Bu dunyodagi boshqa parlamentlar qanday faoliyat yurityapti, ulardan nimalarni o'rganish kerak va amalda joriy etish kerakligiga imkon yaratadi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda, Argentina esa Janubiy Amerikada yetakchilardan hisoblanadi. Shu bois biz O'zbekiston va Argentina, shuningdek mintaqalar o'rtasida hamkorlikni boshlashga kelishib oldik. 150-assambleya O'zbekiston uchun juda muhim, chunki bu parlamentlararo ittifoqning dunyo parlamenti shaklidagi muhim yig'ilishidir. Unda dunyo xalqlari global masalalar yuzasidan, jumladan sog'liqni saqlash, adolat, mamlakatlarimiz farovonligini yaxshilash, xavfsizlik, tinchlik, inson huquqlari va dinlararo muloqot kabi muhim mavzularda muhokamalar olib borilmoqda. Shu bois bu tadbir O'zbekiston uchun juda muhim. Sizlar dunyoga juda yaxshi mezbon sifatida tanilyapsiz. Bu yerda barchasi juda yaxshi tashkil etilgan. Men sayyoh sifatida ham qaytib kelmoqchiman. Chunki bu yurt, bu xalq va bu siyosiy tizim haqiqatdan ajoyib. Biz jamiyatlarimizni bog'lashimiz kerak, chunki bizda ko'p umumiy jihatlar bor. Biz bu hamkorlikdan katta foyda olamiz deb o'ylaymiz. Va sizlar ham bizning tajribalarimizdan foyda olasiz deb umid qilaman. I think that for us it will be a great benefit and we hope that you will benefit from our experiences too.